vafot etganimda eng avval ismimni tark etishadi. Meni yuvmoqchi bo'lishganda ismimni aytishmaydi, balki jasad qayerda deyishadi. Kafanga o'ralgan holda tobutda yotar ekanman, menga namoz o'qimoqchi bo'lganlarda janozani olib kelinglar deyishadi. Qabristonga olib borib dafn etayotganlarida mayitni uzatinglar, tobutni tortib olinglar deyishadi. Shunday ekan men nasibamga, falonchilarning zurriyoti ekanimga, mansabimga, obro'yimga aldanib qolmasligim kerak. Vafotimdan keyin men uchun mahzun bo'ladiganlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, meni yuzaki taniydiganlar. Bechora vafot etibdi-da deyishadi. Ikkinchisi, do'st va birodarlar bir necha soatdan to bir necha kungacha mahzun bo'ladilar, eslab duo qiladilar. So'ng odatiy hayotlarini yashashda davom etadilar va yuzlarida kulgu ko'rina boshlaydi. Uchinchisi esa uyimdagi mahzunlik 1 yilgacha cho'zilib, keyin ismim xotiralar qutisiga tashlanadi. Shu bilan odamlar orasidagi hikoyam nihoyasiga yetadi. Oxirat ostonasidagi haqiqiy hayot boshlanadi. Buni nima deydilar bilasizmi? Bu qabr hayoti.